Taxminan 100 yildan so'ng Allohning izni bilan biz qarindosh va yaqinlarimiz bilan yer ostida yotamiz. Tasavvur qiling, hozir dunyoda 8 milliard inson bo'lsa, ularning deyarli hech biri qolmaydi. Uyimizda begona odamlar yashashadi. Ular biz haqimizda hech nima bilishmaydi. Biz esa bor yo'g'i kimningdir xotirasiga aylanamiz. Bizning ismimiz, bizning yuzimiz vaqt o'tishi bilan yo'qolib ketadi. Shunday ekan, odamlarning biz haqimizdagi fikrlari yoki uyimiz, oilamiz, mol davlatimiz kimga qolishi tashvishlanishimizga arzirmikan? Darhaqiqat, bizning hayotimiz bu ulkan koinot oldida hech narsa emas. U o'tkinchidir. Ko'z yumib ochgunizcha o'z nihoyasiga yetadi. Demak, shunday ekan, umrimizning har bir soniyasini eng muhim bo'lgan amallarga sarflaylik.